Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Kia Ceed 2026 modelini yaqindan tanib chiqamiz. Lekin shuni aytib qo'yay, agar video oxirigacha tomosha qilmasangiz, siz eng qimmatli ma'lumotlardan bexabar qolishingiz mumkin. Shu sababli diqqat bilan qoling. Kia Ceed 2026 bu faqat avtomobil emas, balki sizning har bir safaringizni qulay va zavqli qiladigan texnologiya mo'jizasi. Avvaliga tashqi ko'rinishidan boshlaylik. Ushbu model dizayni sizni bir qarashda o'ziga rom etadi. Qattiq chiziqlar, sport ruhidagi frontal grill va zamonaviy LED chiroqlar. Bularning barchasi uning tashqi ko'rinishini mukammal qilmoqda. Lekin ishonchingiz komil bo'lsin, eng qiziq narsalar endi boshlanmoqda. Ichki dizayniga qaraganda, Ceed 2026 ichki makoni butunlay yangi darajaga ko'tarilgan. Yuqori sifatli materiallar, keng va qulay o'rindiqlar va ilg'or infotainment tizimi. Bu sizga har bir safar davomida haqiqiy hayajon bag'ishlaydi. Shu yerda kichik sir bor. Bu avtomobilning ichki makoni shunchalik qulayki, uzoq safarlarda ham charchashni sezmaysiz. Agar video oxirigacha qolmasangiz, siz ushbu sirlarni o'rganish imkoniyatini boy berasiz. Endi eng hayajonli qismga keldik, texnologiya va xavfsizlik. Kia Ceed 2026 o'zida ilg'or xavfsizlik tizimlarini jamlagan. Avtomatik favqulodda tormozlash tizimi, yon tomondan kuzatish sensorlari va hatto adaptiv cruise control bilan jihozlangan. Haydovchi uchun bu nafaqat qulaylik, balki hayotingizni saqlash imkoniyatidir. Siz ehtimol boshqa videolarda bunday batafsil ma'lumotni topa olmaysiz. Shuning uchun diqqat bilan tomosha qiling. Shuningdek, Ceed 2026 sizga bir necha dvigatel variantlarini taklif qiladi. Benzin va dizel variantlari bilan birga yanada samarali va tejamkor mild hibrid tizimi mavjud. Bu avtomobil nafaqat shahar ichida, balki uzoq safarlarda ham sizni xafa qilmaydi. Hattoki keyin yo'llarda ham Ceed 2026 ularni yengib o'tishga tayyor. Lekin haqiqiy sir uning samaradorligi va boshqaruvining qanchalik intuitiv ekanligida. Agar siz oxirigacha kutmasangiz, bu ma'lumotni qo'ldan boy berasiz. Endi qiziqarli narsani aytish vaqti keldi. Kia Ceed 2026 smart texnologiyalari bilan jihozlangan. Masalan, siz telefoningizni to'g'ridan-to'g'ri avtomobil bilan ulab, barcha funksiyalarni boshqarishingiz mumkin. Bu nafaqat qulay, balki hayotingizni sezilarli darajada osonlashtiradi. Qiziqmang. Shunday ekan, videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki siz bundan ham hayajonli xususiyatlarni ko'rishingiz mumkin. Balki siz shunchaki dizayn va texnologiyalarga qarab Ceed 2026 ni oddiy avtomobil deb o'ylaysiz, lekin haydovchilik tajribasi mutlaqo boshqacha. Har bir burilishda, har bir tezlashishda siz avtomobilning barqarorligi va aniqligini his qilasiz. Bu sizga nafaqat hayajon, balki ishonch ham beradi. E'tibor bering, agar video oxirigacha tomosha qilmasangiz, siz bu hisni his qila olmaysiz. Shuningdek, avtomobilning narxi va qulayliklarini ham alohida ta'kidlash kerak. 2026 yilgi model avvalgi versiyalarga nisbatan yanada ko'p imkoniyatlar bilan ta'minlangan. Ammo narxi ham sizni xursand qiladigan darajada. Shu yerda yana bir sir, ba'zi qo'shimcha variantlar faqat tanlangan bozorlar uchun mavjud. Bu ma'lumotni qo'ldan boy bermaslik uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Shunday qilib, Kia Ceed 2026 bu shunchaki avtomobil emas, balki hayotingizni osonlashtiradigan, har bir safarni zavqli qiladigan do'stidir. Agar siz ushbu videoni tomosha qilgan bo'lsangiz, endi siz eng yangi modelning barcha sirlarini bilib oldingiz. Lekin esingizda bo'lsin, agar bu videoni o'tkazib yuborsangiz, siz muhim va qimmatli ma'lumotlardan mahrum bo'lasiz. Oxirida, agar siz haqiqatdan ham avtomobillarga qiziqsangiz va eng yangi yangiliklarni bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimiz Vision Sprint Auto. Unutmang. Shu bilan birga izohlarda o'z fikringizni qoldiring.